Qağa gerçi vat-vat әтежемәл болсымы, әтіден кешкіше қалаймықан үшіп, қақылдап ерсімі, әмма оның көңілді яманлық yok ekan. Şuğunisi o pat-pat bəzi bir axmaqan işlarni qilib qo'yadi ekan. Bir kuni Qağa tuxum tug'ib bal chiqarish uchun puraqliq konfora daraxiga changi tizishga kirishibdi. U aldirab yurib chavar to'shib changi tizib, harg'indan chiliq-chiliq targa cho'milibdi. Endi bir az aram olay deb qanotlarini kerib turishiga tuyuqsiz bir qizil tulkining cho'nqur bir o'ngirga tushib ketayotganligini ko'rib qapti. Qağa tulkidan andisha qilib aldirashlik bilan o'ngir oldiga uchib berib. "Muhtaram tulki ana, sen o'ngirishchiga tushib nima qilyapsan?" deb so'rabdi. Tulki azaldan mundoq ishni uchirtib baxmagan ekan. U ko'z qarchuqini birla o'ynatish bilan ko'ngliga bir plan kelibdi-da, Qag'iga qarab kulimsiragan holda: "Ay, baxtim kajg'u, men bu o'ngirishchida nurg'un asal bor, lazzatlanib bir noshta qilay deb sakrab tushgandim. Ay, biroq o'ngir ichida hech narsa yo'q ekan. Men endi qo'rsqim ichib, madarim qalmay o'ngirdan chiqolmayapman" debdi. Buni anglagan Qağa nihoyatda titit bo'lib, ko'nglida tulki yeydiganga qanday narsa akilib bersam bo'la, tulki cho'ng anamning qo'rsq ichib qolsa bo'lmaydi deb o'ylabdi. Shuning bilan u darhol bir dehqonning bambuqligiga uchib berib, oftob sinayotgan bir mekan chujini tishlab oldi-da, o'ngir ichidagi tulkiga akilib beribdi. "Yaraysan Qağa, sening menga yeydigan narsa akilib berganingga rahmatchimi? Menga yana ichadigan azroq suv akilib bersan qanday?" Buni anglagan Qağa nihoyatda taqozo bo'lib, "Men tulkiga ichadigan suvni qandoq akilib bersam bo'la? Tulki cho'nginam usib qolsa bo'lmaydi" deb o'ylabdi. Shuning bilan u nihoyatda aldirashlik bilan bir dehqonning buliq to'yiga uchib berib, bir chelak suvni oldi-da, o'ngir ichidagi tulkiga akilib beribdi. Tulki buloq suyini ichgandan keyin tillarini yalab, ko'zlarini chimchiqlatib: "Ay Qağa, sening yeyishga chuja, ichishga suv akilib berganingga rahmat-a. Endi o'ngirdan tortib chiqarib qo'ysan qandoq? Men tomoq yegicha yerib ketdim, yuqoriga yamshib chiqolmayman" debdi. Buni anglagan Qağa nihoyatda taqozo bo'lib, "Men tulkini qandoq tortib chiqarsam bo'la? Tulki cho'nginam yerib ketibdi, yuqoriga yamshib chiqolmasa bo'lmaydi" deb o'ylabdi. Shuning bilan u nihoyatda aldirash holda nurg'unlagan shoxshumbulani o'ngirga tashlab, o'ngirni shoxlar bilan asta to'ldiribdi. Tulki shoxlarga dastlab o'ngirdan chiqib oldi-da, Qag'iga bir necha eg'iz takallub qilib: "Hay Qağa, sening menga yemak-ichmak berganingga rahmat-a. Meni o'ngirdan tortib chiqarib qo'yganingga rahmat. Biroq shoxlarni dastlab o'ngirdan chiqcha yana qo'rsqim echib ketdi. Sen o'zingni sadiqa qilib, mening qo'rsqimni to'yg'izsan qandoq?" debdi. Qağa ko'kka qarab xiyol surib, hilil o'zining yurak qinini sarf qilib, ajr singdirib, faqat qamlashmagan ahmoqon ishlarni qilib qo'yganligini sezibdi-da, ko'z qarchuqini bir qirtib: "Ma'qul, kutib turg'in. Men chavarda yerib kelib, changi tizib, tuxum tug'ib bali chiqiray. Ondan keyin seni texim ko'p narsalar bilan mehmon qilay" debdi. "Tezroq changi tizib, tuxum tug', tezroq bali chiqa. Men uxlag'ach seni kutaman" debdi tulki Qag'iga qarab. Qağa chujisini va chelikini yutirib qo'ygan dehqonning eshik oldiga aldirashlik bilan uchib berib, yana bir chuju xo'rozni tishlab ilib, dehqonning uyining oldida bir necha aylanib o'tib, badar qechibdi. Dehqon uning xotini va o iti Qag'ini qo'g'labdi. Ular shuncha qo'g'lagancha tulki uxlayotgan yerga kelib qapti. Dehqon tulkini urib zaxmlantiribdi. O iti tulkini tishlab o'ldiribdi. Qağa chuju xo'roz bilan chelakni dehqonga qaytirib beribdi. Dehqonning ziyon tortgan chujasi uchun tulkining terisi bilan go'sht qapti. Shuningdan keyin Qağa o'zining tulk uchun qilgan ahmoqona ishlarini o'ylasila, hamisha ich elishib, qusqusi kelib, "Qoq, qoq, qoq" deb to'xtamay qaqillaydi ekan. Do'stlar, Qag'ining nima uchun qaqillaydiganligini bilib oldinglarmi?
Bu çöçekni yoqtirgan bo'lsanglar, o'rganinglar. Atrofinglardagi do'stlaringlarga so'zlab beringlar, ha? Kech bo'lib ketibdi. Amiz bugun baldir uxlanglar bo'lamdi. Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.